Eron Isroilga 4 ta raketa otdi. Kasetali bomba hujumi oqibatida bir kishi yaralandi. Eron armiyasi Dubay va Doha aholisini ogohlantirdi. Netanyahuning o'limini rad etuvchi video soxta ekani isbotlandi. Agar NATO Hormuz bo'g'ozini ochishga yordam bermasa, alyansni juda yomon kelajak kutadi. 100 yilga yetadigan oltin va mis zaxirasi bor. Shavkat Mirziyoyev. Eronga qarshi urush Yevropani falaj qilishi mumkin. Ommaviy axborot vositalari. Tramp Eron bilan urush ustidan nazoratni yo'qotdi. Endi esa batafsil. Shavkat uka, qalaysan, yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Ishlaring yaxshimi? Kecha pul so'ragan ekansan, bankka bora olmadim, shamollaganimdan. Tezda degan programma bor ekan, o'shandan yuborib qo'ydim. Humo Uzkartga yuborsa bo'lar ekan. Ha, kursi ham yaxshi, ancha baland ekan. Yana eng zo'rini aytaymi, karta raqaming esimdan chiqib ketdi. Telefon raqamingni yozsam, 4-5 ta kartang chiqib keldi, tashab qo'ydim. Mayli, charchama. Eron Isroilga 4 ta raketa otdi. Kasetali bomba hujumi oqibatida bir kishi yaralandi. Bugun Eron Isroil tomon 4 marta raketa zarbasi yo'lladi. Bu haqda Times of Israel xabar bermoqda. Ba'zi raketalar Isroil havo mudofaasi tomonidan urib tushirilgan, lekin ayrimlari hududga tushgan. Xabarga ko'ra, Eron Isroilga ketma-ket 4 ta raketa zarbasi yo'llagan. Eron tomonidan uchirilgan raketalardan biri kasetali bombali jangovar qismga ega bo'lgan. Bu turdagi raketa havoda portlab, ko'plab kichik portlovchi elementlarni katta hududga sochadi. Bu sababli bir nechta joylarda portlashlar kuzatilgan. Jarohatlar va zarar. Hujum natijasida kamida bir kishi jarohat olgan. Markaziy Isroil hududlarida binolar va avtomobillarga zarar yetgan. Favqulodda xizmatlar bir nechta turar joylarda yong'in va shikastlangan obyektlar haqida xabar bergan. Qaysi hududlar zararlangan? Xabarlarga ko'ra, kasetali bombaning bo'laklari Markaziy Isroildagi bir necha shaharlarga tushgan, jumladan Bnei Brak, Ramat Gan, Petah Tikva va boshqa yaqin hududlar. Ba'zi odamlar oyna sinishidan yoki portlashlar to'lqinidan yengil jarohat olgan. Eron armiyasi Dubay va Doha aholisini ogohlantirdi. Eron armiyasi Dubay va Doha shahrining ayrim hududlarida yashovchi aholiga evakuatsiya qilish haqida ogohlantirish bergani ma'lum qilinmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, ushbu hududlarda AQSh harbiy xizmatchilari yashirinib turgani aytilgan va yaqin vaqt ichida amalga oshirilishi mumkin bo'lgan zarbalarda ular nishonga olinishi mumkinligi ta'kidlangan. Shu sababli mazkur hududlarda yashovchi fuqarolarga xavfsiz joylarga chiqib ketish tavsiya qilingan. Tramp Eron bilan urush ustidan nazoratni yo'qotdi. Demokrat senator Chris Murphy Donald Tramp Eronga qarshi operatsiyani boshlashda xato hisoblanganini va endi vaziyatni nazorat qila olmasligini aytdi. Endi Tramp bu urush ustidan nazoratni yo'qotgani aniq. U Eronning qasos olish qobiliyatini qo'pol ravishda noto'g'ri baholadi. Mintaqa betartiblikka botib ketdi, deb yozdi u. Senatorning so'zlariga ko'ra, Eron dronlar, qayiqlar va minalar yordamida neft infratuzilmasiga doimiy hujumlar uyushtirishga qodir va Hormuz bo'g'ozining yopilishi allaqachon neft narxlarining oshishiga olib kelmoqda. Agar bo'g'oz yopiqligicha qolsa, bu global retressiyaga olib kelishi mumkin. Agar NATO Hormuz bo'g'ozini ochishga yordam bermasa, alyansni juda yomon kelajak kutadi. Tramp ittifoqchilar AQShga Hormuz bo'g'ozini qamaldan chiqarishga yordam bermasa, NATO kelajagi uchun yomon bo'lishini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, ittifoqchilar Fors ko'rfaziga mina tozalovchi kemalarni yuborish kerak, chunki Yevropada bunday kemalar Qo'shma Shtatlarga qaraganda ko'proq. Shuningdek, Eronning dron operatorlarini zararsizlantirish uchun maxsus kuchlar ham yordam berishi lozim. Biz NATOga nisbatan juda yaxshi munosabatda bo'ldik. Biz ularga Ukraina bo'yicha yordam berishga majbur emasdik. Ukraina bizdan minglab kilometr uzoqda, ammo biz yordam berdik. Endi esa ular bizga yordam beradimi yo'qmi ko'ramiz. Men anchadan beri biz ularga ko'mak berishimizni, ammo ular bizga yordam bermasligini aytib kelaman. Ular yordamga kelishiga ishonchim komil emas, dedi AQSh prezidenti. Netanyahuning o'limini rad etuvchi video soxta ekani isbotlandi. 16-mart kuni Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahuning yaqinda e'lon qilingan videosi sun'iy intellekt yordamida yaratilgani aniqlandi. Bu haqda Tasnim xabar qildi. Netanyahu idorasi bir necha soat oldin bosh vazirning taqdiri haqidagi gap-so'zlarga javoban videoni e'lon qilgan. Biroq internet foydalanuvchilari videoda sun'iy intellektdan foydalanilgan bo'lishi mumkinligini ta'kidlamoqda. Ularning fikricha, videoda bir nechta shubhali belgilar mavjud. Masalan, kadrda ko'rinadigan qahva finjoni to'la bo'lsa-da, u ag'darilganda yoki harakatlanganda ichidagi suyuqlik to'kilmaydi. Shuningdek, Netanyahu qahva ichayotgandek ko'rinsa ham, finjondagi qahva miqdori kamaymaydi. Bundan tashqari, ayrim foydalanuvchilar videoda bosh vazirning yuz
portlash ko'rinishi haqiqiy suratlardan farq qilishini ham qayd etgan. So'nggi kunlarda Eronning raketa hujumlari fonida Netanyahuning halok bo'lgani yoki jarohat olgani haqidagi taxminlar ijtimoiy tarmoqlar va ayrim xorijiy manbalarda keng muhokama qilinmoqda. Videoning sun'iy intellekt yordamida yaratilganini ko'rsatish uchun ayrim foydalanuvchilar shu sahnaga o'xshash tarzda boshqa siyosatchilar, jumladan Fransiya prezidenti Emmanuel Macron ishtirokidagi sun'iy videolarni ham yaratib ko'rsatgan. 100 yilga yetadigan oltin va mis zaxirasi bor. Shavkat Mirziyoyev. Yoshlik bir va qalmoqtir konlarida 45 million tonna mis, 5000 tonnadan ziyod oltin zaxirasi bor. Ushbu zaxira sanoatga kamida 100 yilga yetadigan kafolatli xom ashyo bazasi bo'ladi. Bu haqda 16-mart kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirokida Olmaliq kon metallurgiya kombinatida 3-mis boyitish fabrikasini ishga tushirish marosimida aytib o'tildi. Konlardagi mobilden, selen, tellur, reni kabi noyob metallar yangi innovatsion yo'nalishlardagi loyihalar uchun mustahkam zamin yaratadi. 3-mis boyitish fabrikasi to'liq ishga tushganidan keyin Olmaliq kombinatida mis konsentratining kunlik hajmi hozirgi 2400 tonnadan 5000 tonnaga oshadi. Shu bilan birga loyiha doirasida 6000 dan ziyod yoshlar yuqori daromadli ish joyiga ega bo'ladi. Fabrikada AQSh, Germaniya, Rossiya, Xitoy va Finlandiyaning tog' kon sanoatidagi eng ilg'or texnologiyalari joriy qilinmoqda. Barcha texnologik jarayonlar raqamlashtirilib, sun'iy intellekt asosida yagona boshqaruv tizimiga ulanadi. Bularning hisobiga energiya sarfi 10% ga, tannarxi 15% ga kamayadi. Mehnat unumdorligi esa 10% ga oshadi. Eronga qarshi urush Yevropani falaj qilishi mumkin. Ommaviy axborot vositalari. AQSh va Isroilning Eronga qarshi urushi tufayli yuzaga kelgan energetika inqirozi Yevropa iqtisodiyotiga og'ir zarba berishi mumkin. Bu haqda Visage xabar qilgan. Nashr prognoziga ko'ra, bu holat uzoq davom etgan iqtisodiy turg'unlikdan so'ng o'sishni tezlashtirishni rejalashtirgan Yevropa uchun kutilmagan holat bo'lishi mumkin. Neft va gaz narxining oshishi allaqachon Yevropa davlatlarining qazilma yoqilg'i importiga sarfini oshirgan. Mojaroning dastlabki 10 kunida bu xarajatlar qariyb 3 milliard yevroga ko'paygan. Yevropa ittifoqi hukumatlari vaziyat oqibatlarini yumshatishga harakat qilmoqda. Biroq ularning imkoniyatlari Ukrainadagi urush boshlangan paytdagidan ham cheklangan. So'nggi yillarda Yevropada davlat qarzi va qarz olish qiymati sezilarli darajada oshgan. Buyuk Britaniya va Fransiyada davlat qarzi kamida so'nggi 60 yil ichidagi eng yuqori darajaga yaqinlashgan yoki shu darajaga yetgan. Energiya narxining oshishi sanoatga bosimni kuchaytirmoqda. Kimyo sanoati va o'g'it ishlab chiqarish kabi energiyaga kuchli bog'liq tarmoqlar gaz narxi oshishi va inflyatsiya xavfi haqida ogohlantirmoqda. Bu holat ayrim zavodlarning yopilishi va ishlab chiqarishning Xitoy yoki AQShga ko'chirilishi xavfini ham keltirib chiqarmoqda. Nashrning yozishicha, Eron atrofidagi mojaro AQSh prezidenti Donald Tramp siyosati tufayli Yevropa iqtisodiyotiga berilgan navbatdagi zarba bo'lgan. O'tgan yili joriy etilgan tariflar Yevropa kompaniyalarining eng yirik eksport bozorlaridan biriga kirishini cheklagan hamda AQSh bozoriga qo'yilgan tarif to'siqlari sabab Xitoydan importning Yevropaga ko'payishiga olib kelgan.